qo'shning bilan bir necha qitim bo'ldi. Uyni qog'ozga to'shqizib endi bo'ldi qil, tashlama. Hech qisi yo'q Fatima. Muallim bergan rasm topshiriqimni sizib bo'lsamla qog'ozlarning hammasini yig'ib uyni pak-pakiz qilib o'taman. Fatima, Ali, bolalarim sizlar qayerda? Buva, biz mana bu yerda mehmonxonada. Assalomu alaykum bola. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Voy xudoyim, bolalarim, bu nima qog'ozlar? Uyni ajab qaloymuqon qilib o'tibsizlar. Rasm sizayotgan edik buva. Yaxshi siz olmaganlarimizni tashlab etdik. Topshiriqlarimizni ishlab bo'libla tozalab etdimiz. Bolalarim, uyni qaloymuqon qilmaymi, rasm sizg'ili bo'ladi-ku. Bu unchilik tas ishmi emas. Bugun uydagilarning hammasi uyni qaloymuqon qilib etdinglar deb bizga qaqshaydi-ku. Qara bolam. Pokiz, ratlik bo'lish islom axloqidir. Dinimiz pokizlikni tavsiya qiladi. İslam diniga ishonganlarning hammasining pokiz bo'lishi, yashayotgan muhitining pokiz, ratlik bo'lishiga ahamiyat berish kerak. Sizlarning bu holatinglarni ko'rib, payg'ambar alayhissalomning mundaq bir hadisi esimga keldi. Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yoqtiradi. Alloh taolo pokdir, pok narsalarni qabul qiladi. Alloh taolo hurmatlikdir, hurmatni yaxshi ko'radi. Alloh taolo ustundir, ustunlikni yaxshi ko'rdi. Mening umoq qo'zlarim Fatima bilan Ali payg'ambarimizning ko'rsatmalari bo'yicha ish qiladi. Shundoq emasmi? Jinim bova, bu nima degan esil gaplar? Buni yodlab olsam bo'g'idek. Dinimiz haqiqatan bek go'zal din ekan. Islom turmushimizning eng oddiy taraflariga ko'ngil bo'ladi ekan. Ali, tura, uyni tozalab o'tayli. Abballi bolalarim, bu ishinglar joyida bo'l. Bismillahirrohmanirrohim. Bolalarim, tunugun hikoyamizni aytib, bir Arabning Mahmud ismli pilining Ka'bani vayron qilishni to'sgan yeriga kelib to'xtagan edik. Hozir davomini aytib beray. Tura. To'xtanglar. Uni men o'zim turg'izay. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. برنتشا aydın ki Pil yili Rabiul avval ayının 12. kuni Düşenbe. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam pil vaqasi yüz bergen yili, yani miladi 571. yili Rabiul avval ayının 12. kuni Düşenbe Bani Hashim cemaatining bir a'zosi bo'lib Mekke mukarramada dunyoga keldi. Abdulmuttalib bova. Basira, kayningdiki nima qizim? Aytqina, nim bo'ldi? Hey Abdulmuttalib, xush xabar. Ha, qani tezligina qizim. Nima xush xabar? Umaq bir o'g'il navrilari dunyoga keldi. Men arablar ichida mundaq umaq bir buvaqni zodi ko'rib baxmagan. To'xtab tur. Sen nima da'vatsan qizim? Baraka Aminaning intayin umaq bir o'g'il tuqqanligini bildirish uchun sizga xabar yo'llabdi. Buvaq xatni qilingan holatda tug'ilibdi. Ha, mundaq degan xatni qilingan holda tug'ilgan buvaq? Bakmi umoqkan? Shundaqmi? Shundaq, u bekmi umoq ekan. U tug'utdan chiqqandekmi emas. Hech qancha qiynalmayla yengibdidek. Sog' salomat yangigil nasib qilgan Allohga ming shukr. Hozirla navramni ko'rib kelayli. Abdulmutallib navrisining tug'ilganidan bakmi xushal bo'lib, Makka xalqiga 3 kecha kunduz ziyofat o'tkazib beribdi.
Ey Abdulmutallib, yangi tug'ilgan navranga jamoatingdagi birarsining yoki urug' tuqqanlaringdan birining ismini qo'ymay, ajab Muhammad deb ism qo'yibsan-ku. Muhammad degan ismning ma'nosi hamda etish, madhilash deganlik bo'ladi. Osmonda Alloh, yerda insonlar bu bovoqni madhilasin deb navramga bu ismni qo'ydim. Navramga texi enik ana tepib bo'lolmadim. Yezidan yaxshiroq bir enik ana tepib kelsam bo'ladi. Makkaliklarning odatida yangi tug'ilgan bovoqning sog'lom, zerak o'sib yetilishi uchun bovoq yezdagi arab qabilasidan bir enik anaga beriladi. Chunki yezning havosi sop edi. Uning ustiga yezdikilar adab qoidalik, jasur bo'lg'achqa bovoqlarmi mana mushundoq o'sib yetilsin degan maqsadda yezda beqiladi. Әмгүзідіған бірер бовақ тепіп қайсам болады. Еліқі етім бовақны еліп қайтаймекі я? Abdulmutallibning navrisi Muhammadni davutamsan. Ha, shuni davatımən. Bovaqning dadısı yo'q, lekin nasabi isil jamatdin. Balki shu sabablik uyimizga barkat yig'ib qolar. Mayli, shundoq qilayli. Shundoq qilib, yangi tug'ilgan bovoq Muhammad ibn Abdullah Namrat ammo ko'ngli ko'ksi to'q bir oilaga iniqoniga berildi. U Said jamoatidan bo'lgan Halima bilan Al-Haris oilasi edi. Muhammad alayhissalom kelgandan boshlab oilaga barkat yog'di. Ularning etizlaridan mol usul ilinib, chorva mollari ko'payib, turmushi kundan kunga yaxshilanishga boshladi. Bularning hammasi Muhammad alayhissalomning barkati edi. Oradan 2 yil o'tdi. Bovoqning onasiga qaytarilgan vaqtimi kelib qoldi. Ammo Halima bovoqni yana 2 yil beqib berishni talab qilib turib oldi. Amina buni ma'qul ko'rdi. Shuning bilan bovoq 4 yoshga kirguncha Halimaning yonida turdi. 4 yildan keyin bovoq Muhammad onasi Aminaga qaytarib berildi. Lekin uzun o'tmay bovoqning onasi Aminami vafot bo'ldi. Shuning bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bovisi Abdulmutallibning himoyasiga topshirildi. Bolarim, davomini at so'zlab bering. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر